Assalomu alaykum kanalimiz kuzatuvchilari. Sizlarga bugun Taqiqlangan muhabbat serialining navbatdagi qismida bo'lib o'tadigan voqealar jarayoni haqida so'zlab beraman. Shokir men bilan Timurni suratga oldi deya qo'rqqan Guli shoshgancha uydan qochib ketadi. Shokir esa Abrorning oldiga kirib, "Mening o'z biznes rejam bor, katta mablag' kerak, iltimos, meni biznes rejamga pul tiksangiz" deydi. Shunda Abror, "Avval biznes rejangizni qog'ozga tushiring, so'ng men uni ko'ray, ma'qul topsam sizga pul ajrataman" deydi. Shokir esa, "Mayli unda, men qog'ozga tushirib kelarman" deya ketadi. Aslida Shokirning maqsadi farzandining operatsiyasi uchun pul olish edi. Guli qochib ketadi. Qochib ketganini eshitgan uy egalari uni qidirishga tushishadi. Bundan Shokirning ham xabari bo'ladi. Shokir uyga boradi. Bu vaqtda Dilbar asabiylashgancha konyak ichib o'tirar edi. Dilbar o'zini keraksizdek his qilardi. Shokir keladi va "Oyijon, o'zingizni bosing, sizga zo'r yangiligim bor. Ya'ni kundoshingiz qochib ketibdi. Endi dadajon sizni qadringizga yetadi" deydi. Zebo ham, "Ana oyi, buvim bilan dadam siznikiga sovchilikka kelishadi" deydi. Zebo xursand bo'lib ketadi. Guli qochib ketar ekan bir dalaga borib qoladi. U yerda nima qilishini bilmay o'tiradi. Abror aka meni Timur bilan ko'rdi. Ana endi tamom bo'laman. Otamning quloqlariga yetib borsa nima bo'ladi? Hamma sirlar ochiladi, deya u qo'rqib turardi. Shu vaqt xayoliga Timur keladi. U Timurga "Meni qutqaring" deb iltimos qiladi. Timur lokatsiya tashlashini so'raydi. Guli esa lokatsiya tashlaydi. Timur uning yoniga ketadi. Timur Gulining oldiga kelganida Guli juda ham sovuq qotib ketgan bo'ladi. U biroz hushidan ketadi. Timur kurtkasini kiydiradi, o'tin topib kelib olov yoqadi, isitadi. Guli isinib olgach ancha o'ziga keladi. Bu vaqtda Abror odamlarni yollab Gulini qidirishni boshlaydi. U Xumoraning uyiga boradi. "Qizingizni yashirgan bo'lsangiz olib chiqing" deydi. Xumora esa baqiradi. "Qizim qayerda, topib beringlar. Agar qizimni sochidagi tolasi to'kilsa, hammangizni yoqaman" deydi. Abror esa "Bunday do'q po'pisangni nogiron eringga qilasan. Menga bunday muomala qilma" deb mashinasini haydab ketadi. Gulnora Jannat xonimga "Qayerda bo'lishi mumkin? Bitta eri baqirganiga ketib qoladimi" deydi. Jannat bo'lsa, "Ha, bu to'qlikka sho'xlik" deydi. So'ng ular o'ylab ko'rishadi. "Menimcha Gulini o'qitib yuborish kerak" deydi Jannat xonim. "U ham menga o'xshab nima qilayotganini bilmagan bo'lsa kerak" deydi. Guli dalaning o'rtasida Timur bilan o'tirar ekan, Timur unga sevgi izhor qiladi. "Menga turmushga chiqing" deydi. Guli har safar eri borligini aytmoqchi bo'ladi, lekin ayta olmaydi. Endi aytay deganda shu vaqt Abrorning mashinasi ko'rinadi. Guli Timurga "Meni haqiqatdan ham sevsangiz tez hoziroq berkinib oling" deydi. Timur berkinadi. Abror keladi va "Nimaga bu yerda o'tiribsan" deydi. Guli "Qayerga borishimni bilmadim" deydi. Abror "Ko'rdingmi? Endi sen erlik ayolsan, hech kimnikiga, ota-onangnikiga ham, katta xolangnikiga ham sig'maysan" deb baqiradi. "Sen bilan boshqacha gaplashaman" deb uni siltalagancha mashinasiga o'tkazib olib ketadi. Ularni nariroqda Timur berkingancha kuzatar, ammo suhbatlarini eshita olmas edi. Ushbu qismimiz shu bilan o'z nihoyasiga yetdi. Bizni kuzatishda davom eting. Serialning keyingi jarayonlarini yana kanalimizda yoritib beramiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.